Qarang, bu tarafdan kelsangiz bozor, bu tarafdan kelsangiz esa Oqtepa Lavash, shu taraflardan kelasiz. Bu yoqqa o'tib ketsangiz esa Garaskoy Banisa yazib qo'yinglar. Ya'ni Navoiy ko'chadamiz. Ko'rimizda shu tupik ko'chada shu yerdagi hovli joy sotiladi. 120 kvadrat. Keling endi shuni siz bilan ichki va tashqi tarafini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turgan ish hovli joyingiz 2 etaj, 120 kvadrat. Garaji, yan tarafdan girish yerimiz, gaz shotchiklari bor. Svetni shotchikam bor ekan, olib qo'ydi ekanlar. Ruxsat hamma narsasi olingan. Yashaganlar, bu yerda biroz vaqt yashaganlar, 1 yildan yashagan ekanlar. Qarang, girishimiz shundan dalon. Bu yerimizda umonlik, bu yon tarafimizda yana kotyol. Hamma narsasi joylashib turibdi. Şuradan ikinci etaja chiqish lestnitsasi bor ekan. Yan tarafimizda garajining. Xalasos, meni zalati qo'ysangiz ham bo'ladi. Ana yo'la katta traktor oyna qo'yib berasiz, ajoyib bo'lib turadi. Restoranlarni qo'yib qo'ydilar. Garajda. Endi bu yerda to'pli polni vaziyatda turibdi ekan, zinantiyda. Yan tarafimizda yana bir xonasi bor. Beni xalasos, spanyatasiz, xalasangiz zalatasiz. Oynasi orqa tarafga qaragan. Bu yerimizda esa sanuzel. Sanuzel, vannasi, unitazi bor. Yan tarafimiz esa kuxni. Kuxni ham lyustralarni qo'yib, oboydan chiqib turibdi. Yan tarafimiz esa bog'. Bog' emas, orqa taraf desak ham bo'ladi. Ana o'qimchi oynasi. Bu da Spaniya oynasi. Tepada 2 dona Spaniya oynasi. Endi keling siz bilan ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. O'sha lestnitsadan chiqamiz. Bu lestnitsamiz quyilgan, paxtadan emas. Lestnitsadan chiqqanimizdan bu yerda bir xona, bu yerda yana bir xona, bu yerda yana bir xona. Qarang, chiqqanimizdan yerimiz spalni. Ya'ni bir eski spalni, oynasi orqa tarafga qaragan. Yanımızda yana bir eski spalni, mana oynasi orqa tarafga qaragan. Siz oboydan chiqqan narsasi taqdim turibdi. Bu yanımızda esa katta bir xona. Bir zalat foydalangan. Oynasi narigi tarafga qaragan. Hamda tv zonasi. Otroq ne deydi? Çok güzel. Bu yanımızda yana bir xonasi. Birini spalni qizaz bo'ladi, kattalar spalnisi. Ne deydi? Ketami? Elde tarafı. O'rtaganlar uchun kengina mashinalarni qo'ymoqqa bo'ladi. Ajoyib. Elde keng qolgan. Lyustralari qo'yilgan, потолок натожной. Devorlarimiz oboy. Oyog'imizda laminat. Yaltiraydigan xilisinden ekan. Bu yerimiz ham lyustralarni qo'yib berganlar. Ne deydi? Bu yerimiz ikkinchi etajga chiqish lestnitsasi. Bu yerimizda esa ikkinchi etajni sanuzeli to'pli pulla qilingan, ariston qo'yilgan, unitaz, vanna. Endi bu yerimizni pulini keladigan bo'lsak, puli 630 milyon so'm pul deb turibdilar. Ya'ni 120 kvadrat. Urganch shahrining markazida 630 milyon so'm pula 2 etaj. Ne deydi? Ketami? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar obuna bo'lmasangiz, obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. Qancha bu videolarimiz birinchi bo'lib Instagramga chiqadi, keyin YouTube'a. Ko'p videolarimiz Instagramning o'zida sotilib ketib turibdi. Shuning uchun Instagramimizga obuna bo'lib qo'yishni yodingizdan chiqarmanglar. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha